31-mart kuni Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatining Xo'jand shahrida prezidentlar Emomali Rahmon, Sadr Jabbarov va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonning tarixidagi birinchi sammiti bo'ldi. Uchrashuv Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara masalasining yakuniy yechimi fonida bo'lib o'tdi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston abadiy do'stlik deklaratsiyasini imzoladi. Uch mamlakat Xo'jand deklaratsiyasi orqali davlat chegaralari tutash nuqtalari bo'yicha kelishuvga erishdi. Davlat rahbarlari uch mamlakat davlat chegaralari tutashgan hududda do'stlik stellasini tantanali ravishda ochdilar. Kofirlar musulmon davlatlari o'rtasida chegaralar o'rnatdilar. Ular Birinchi jahon urushidan keyin Usmonli xalifaligini yo'q qilish uchun til biriktirdilar. Natijada 1916-yilda Sayz-Piko bitimi tuzildi. 100 yildan ortiq vaqt davomida Sayz-Piko kelishuvi musulmonlar va ularning mamlakatlari o'rtasida bo'linishni keltirib chiqarmoqda. Musulmon davlatlarning hukmdorlari har biri o'z mamlakati ichida o'zaro chegaralar o'rnatishga harakat qilmoqdalar. Ular islom dushmanlari tomonidan chizilgan sun'iy chegaralarni mustahkamlashga harakat qilmoqdalar. Xo'jandda bo'lib o'tgan sammit musulmonlarga o'rnatilgan sun'iy chegaralar muddatini uzaytirishga urinishdir. Qadimgi dunyo tartibini yo'q qilish sharoitida Amerika yangi strategiya, qonli chegaralar loyihasini ishlab chiqdi. U eski mustamlakachilik manfaatlariga muvofiq Yevropa tomonidan o'rnatilgan Sayz-Piko chegaralarini yo'q qilishi kerak. Yangi loyiha siyosiy chegaralarni yangi Amerika mustamlakachiligi manfaatlariga muvofiq qayta chizishni o'z ichiga oladi. Amerika islom ummatining birligiga to'siq bo'lib xizmat qiladigan mazhablar aro va millatlar aro nizolarni qo'zg'atib, chegaralarni qayta belgilamoqchi. Bugungi kunda musulmonlar o'ziga xosligi islom bo'lgan, fe'l-atvori Qur'on bo'lgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik minhoji asosidagi Roshid xalifalik deb atagan yagona davlatda yashashni xohlashadi. Musulmonlar bu davlat soyasi ostida birlashish orqaligina Alloh taoloning amrini, uning arqonidan mahkam ushlashni bajaradilar. Faqat shu yo'l bilan ular o'z sha'ni va yerlarini himoya qila oladilar. Shundagina musulmonlar shon-shuhrat va hukmronlikka erishadilar.